Hovlidagi bog'ga qaranglar, bog'misan bog'. Asosiy yo'ldan atiga 40 metr ichkarida joylashgan 8 sotikli hayhotli uyimiz zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. Havosi toza, daraxtlari ko'p, shaboda esib turadigan yaxshi lokatsiyada joylashgan. Manzilni oxirida aytamiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bu uyimizning eng plus tarafini aytib o'taman. Tartsovoy, ya'ni ruscha P harfiga o'xshab tushgan bo'lib, qurilish qilaman siz 3 ta tarafidan ham darvoza chiqish yo'li bo'ladi. 3 ta xona, oshxona, hammom, kladovka hamda podvol qismlariga ega. Mevali daraxtlar hosilga kirgan bo'lib, daraxtlarning o'zini narxlasangiz ancha-muncha bu yerimiz sizga arzonga tushadi. Suv, gaz, svetlardan umuman muammo yo'q. Qishda ham gaz umuman pasaymas ekan. Atrofidan ariq oqib o'tgan bo'lib, bu yanada havoni sal bo'lsa ham muzdayroq bo'lib turishiga yordam beradi. Masjid, bog'cha, maktablar plus-minus 1-1,5 kilometr masofada joylashgan. Atrofi mustahkam qalin devor bilan o'ralgan bo'lib, sal yig'ib qo'ygan plyus bo'lsa bemalol sotib olib, mevalardan foydalanib turib, keyinchalik yana plyus bo'lganda qurilish qilsangiz yoki sotib olsangiz ham bo'ladi. Manzil Qibray, Sharq ko'chasi, mehnat 5 barmoqqa ozgina yetmasdan. Shoshiling, tezda egalar bilan bog'laning. Narx-navosini tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, yana ham kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi.